Qadimiy teatrlarda bizdan nurg'un ko'cha mahoratlarini ko'ramiz. Ko'zni qamashtirgan o'yinlar ichida ko'kirgida cho'ntashni chiqay, cho'qim kishilarning diqqatini eng jalb qiladigan nomerlarning biri. Agar biz bolqining tashqi dal tegishini kontrol qila olsak, cho'ntashni rastlab parchalay olamiz. Zodi qandoq kuch tash ostidagi odamni qo'g'dab turadi. Sinchoq saloni siz uchun bo'lsa ish beradi. Mazmunni boshlashdan burun o'ng taraf ostidagi yulduz belgisini besib qo'ying. Ko'krigingizda cho'ntashni parchalashni o'rganish uchun oldi bilan uning eng asosiy prinsipini tushunishingiz kerak. Ko'krigida cho'ntash chiqish odatda tuzatgan odamning ko'krigiga bir cho'ntashni qo'yib, yana bir odam yo'g'on bolqini olib tashni urib chaqadi. Hamda tash ostida yotgan odamning ozroqmi yaralanmasligiga kafolatlik qiladi. Undaqda ko'krigida cho'ntash parchalashning hech qanday qiyinlik darajasi yo'qmi? Amaliyot rasmida shundaqmi? Bir fizika o'qituvchisi ko'krigida cho'ntashni chiqishning osonligini tajriba orqali isbotlamoqchi bo'lgan. Shuning bilan fizika o'qituvchisining qo'mondaligida bir yordamchi o'qituvchi bolqini shiltib tashni urgan. Natijada ehtiyotsizlikdan bolqi tashqa tegmay, tash ostidagi o'quvchining ig'ir yaralanishini keltirib chiqarg'ili tas qilgan. Ko'krigida cho'ntashni chiqishning prinsipi odatda ishlatilgan tashning massasining nihoyat cho'ng bo'lishida. Inersiyami shuncha cho'ng bo'ladi. Shunga bolqi nihoyat tezda urilganda inersiyalik tashning tizilinishi nihoyat kichik bo'lg'achqa tashning ostida yotgan odamga zo'r besim paydo bo'lmaydi. Nyutonning ikkinchi qonuniga asoslanganda jismning tizilinishi jism uchirgan sirtqi kuch bilan o'rtanasib bo'ladi. Jismning massasi bilan ta'tir tanasib bo'ladi. Tizilishning yo'linishi sirtqi kuchning yo'linishi bilan o'xshash bo'ladi. Kuch ta'siriga uchirgan vaqtda massasi qancha cho'ng bo'lgan jism paydo qilgan suratni tizitish darajasi shuncha kichik bo'ladi. Odammi osonlikcha zaxmlanmaydi. Ko'krigida chaqadigan cho'ng tashlarga odatda shakli tik to'rt bilan shaklli tashlarni ishlatadi. Bolqi urilgan chog'da tash yomon urilgan kuchni butun o'ringa tarqitib yetadi. Cho'ng tash bardosh bergan kuchning hammasi bolqi bilan tash uchrashgan nuqtaga markazlashgan bo'ladi. Ammo tashning ostida yotgan odamning uchraydigan kuchi tash bilan tegishib turgan hamma ko'lamga tarqalgan bo'ladi. Bolqining tashga tushirgan kuchi tash orqali ondan odamga yetkaziladi. Bu chog'dagi kuch nihoyat ko'p kichik kuchlarga chechilib ketilgan. Butunlay odam badanining bardosh berish doirasida bo'ladi. Bunga o'xshash cho'ng kuchni nurg'un kichik kuchlarga tarqatadigan misollardan turmushda yana nurg'unlari bor. Masalan, normal ig'irlikdagi quramiga yetgan bir odam yetarlik miqdordagi xom tuxumning ustida tursa, tuxum yana chiqilib ketmaydi. Buningdagi asosiy sabab har bir tuxum faqat odamning nihoyat oz bir qism ig'irligini ustiga olgan bo'ladi. Uning ustiga tuxum shaklining sirtqi shaklining agri takshi ham simmetrik bo'lganligi uchun tuxum shaklining sirtqi qismi uchirgan besim kuchi atrofdagi boshqa har qaysi qismlarga takshi yetkazilib, shu orqali qushning rolini yeniklatgili bo'ladi. Uningdan boshqa yana ko'rik loyilaganda barliq ko'rik jihozlari besim va tortish kuchiga uchraydi. Ko'rik jihozlarini loyilashdagi maqsad bu kuchlarni muvofiq bartaraf qilish bo'lib, egish yoki uzib o'tish ko'rilmaydi. Besim jismning bardosh berish iqtidorini eshib ketganda egilish yuz beradi. Tortish kuchi jismning bardosh berish iqtidorini eshib ketganda uzilib ketadi. Bu kuchlarni bartaraf qilishning eng yaxshi usuli tarqoqlashtirish yoki yutkash hisoblanadi. Tarqoqlashtirish bo'lsa kuchni texnik cho'ng yuziga tarqitib, ma'lum nuqtalarning markazida kuch ta'siriga uchrashdan saqlanishdan iborat. Yutkash deganimiz uni kuchinishchanligi ojizroq rayondan maxsus laylangan kuchga bardosh berish rayoniga yutkashni ko'rsatadi. Agmi ko'rik kuchini tarqoqlashtirishning eng yaxshi misoli osma ko'rik bo'lsa kuchni yutkashning ulgisi. Biz kuchni tarqoqlashtirishga va yutkashga bo'lganligini tushungandan keyin ko'krakda cho'ntashni parchalashga qarata sinab boqimiz kelyapti. Ko'krakda cho'ntash parchalashning prinsipi garchi nihoyat oddiy bo'lsa-mu, ammo o'yinlar kasbiy mahorat ko'rsatish bo'lib, uni osonlikcha do'rashga bo'lmaydi. Biroq turmushga nurg'un kuchlarni tarqoqlashtirish to'g'risidagi kichik tajribalarni yillar o'zingiz qo'l solib ishlab boqsangiz bo'ladi. Sinchoq salonning bo'san mazmuni mushara yoqashdi. Agar sinchoq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz ham sinchoq salonning taraqqiyotini qo'llasangiz, bu mazmunni texnik ko'p odam ko'ra olishi uchun yulduz belgisini besib qo'ying. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchoq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchoq.